Aldım. Xo'p, hozir ya'niki chaqalog'imizga 2 oylik chaqalog'imizga fotolampani aynan tavsiya qilgandik va qo'yib ketgandik. Shu yerdan hozir ota-onalari bilan, ya'niki nevaralari o'zi endi ota-onalari bilan biz suhbat qilganmiz. Hammaligini men nazorat ostida ushlab turdim, chunki Nurobodda o'zimning yurtim bo'lganligi uchun iloji boricha ular bilan birgalikda ishlashga harakat qildik. Ya'ni u yerda ozgincha siydigi, axlat qanaqa o'zgaradi, dori-darmonlarda nimalardir deb, ya'niki olib tashladik, kerakli narsalarni qo'shdik. Xuddi shunaqa holatda hozir o'zlaridan bir so'rab ko'ramiz, qanaqa effekti bo'ldi. Vaqtga shukur oldin sariqligidan injiqlar ko'payib ketdi. Hozir shu ketdi. Menimcha kamaydi deb o'ylayman. O'sha birinchi kunlari boya qaytib yig'laganlari hozir bir hafta bo'ldi, unda yig'lash yo'q, Xudoga shukur. Qattiq ichga yig'lash yo'q. Uni sizdingiz ya'ni hamma. Qizim aytayapti, aya dedi, rangma dedi, oldindan o'zgardi, yaxshi dedi. Aya dedi, qorayib boryapti dedi. Sarig'i qoraytirganga o'xshagan bo'lganda hozir. Fotolampadan keyin aya dedi, sarig'i dedi, o'zi qorasib ketdi dedi. Sarig'i ketib oqardi, endi oppoq qoldi dedi. Olib qop-qora dedi. Sen qora emas, sariq dedim men pasdan. Sariq emas, aya qorayib boryapti dedi. Endi biz aya ancha oqardi dedi. Xudoga shukur, ancha kamaydi. Lekin men hozir o'zi videolarda ham ko'rdim. Ya'ni farzandlari juda ham oppoq bo'lib, ranglari tiniqlashgan. Men kelganimda boshida ya'ni sariqliklari baribir ko'rinib turgan. Ya'ni biz aytdik, qancha vaqt davomida bo'lish kerak, o'shaqa narsa. Ko'pchilik ya'ni bu narsani bilmaganligi uchun o'zi o'tib ketadi. Chunki men farzandimda bo'lmagan bu narsa, nabiramdan o'zi o'tib ketadi degan narsalar bo'ladi-da. Lekin asoratlari ko'pchilik ota-onalar, xalq bilmaydi. O'shaning uchun mana shu bloklarni iloji boricha yurgizishimizning sababi xalq bilsin. Oldinlari endi yangi shunaqa narsa bo'lgan, raddomda ko'p yotishganda onalarimiz. O'shaning uchun shifokorlar nazoratida o'sha fotolampalar o'sha shifoxonada qo'yilgan. Hozir endi asoratlar endi bilmaysizlar misolga. O'shaning uchun bu xalq qo'yish kerakmi? Men sizlarga qo'yish kerak. Men birinchi uni sizni ancha kuzatdim. Har gapimda ana qizimga aytaman, Muslimga chaqiryapman, Muslimga aytaylik shuni qarab uni qo'yadi. Aya, Muslimbek aka anoda Toshkentda beri qo'ymaydi dedi. Yo'q, qo'yadi. Bir aytaylik desam, u kun kelganda aytadi, aya zo'r idea berdingiz, Nurobod qilgan, ancha yaxshi qildingiz dedi. Ancha yaxshi qildingiz dedi, yaxshi qildingiz aya debdi. O'zimning katta qizim ancha farq bo'ldi. Shunday xavotir dedi. Ana u paytda men qo'ydi hatto. Sariq hududdan yig'la shuni lechina qildirganman-da. Shu narsada nabiramdan sariqlikni kechadan o'ylanmaydi. Keyin oxir Pirskaga borgandan keyin vrachlar aytibdi, tushunibdi. Asli u tushunmadi hech qis. Sariqdan tushunmadi. Hammasi o'zimiz sariq, o'zimiz sariq, shuni sariq bo'laveradi dedi. Pirska qilinmadi, vrachlar bildi. O'tib boryapti dedi. Ichina. Xudoga shukur, xotinim ancha foydasi bo'ldi.